Assalomu alaykum hurmatli saboqdoshlar. Tayba darsxonamizga xush keldinglar. Biz bugun i'rob darsimizning 24-darsini o'qiymiz. Bizning bugun o'qiydiganimiz 32 va 33-hadisni o'qiymiz. Unda bo'lsa biz darsimizni boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. An Abi Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallohu alayhi va sallam qala: La darara va la dirar. Bu bizning dinimizdagi nihoyatda ko'p fiqhiy qoidalarda qo'llanadigan hadis. Abi Sa'id ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radiyallohu anhu din rivoyat qilindi. Jazman Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq dedi: La darara va la dirar. Ziyan yo'q va ziyan yo'q. Nima degan gap? Asli dararmi, ziyan degan gap, dirarmi-chu? Ziyan degan gap. Ammo bu yerdagi maqsad ikkisiniki maqsad qana qilmaydi, o'xshamaydi. Darar. U odatda boshqalarga maqsadsiz qana qilgan, birlab qoldigan ziyanni ko'rsatadi. Agar maqsadli yetkazadigan ziyan bo'lsa, bu dirar deb ataladi. Shunchalik farqlidir. Ya'ni dararmi ziyan, dirarmi-chu ziyan. Ammo darar boshqalarga biz maqsad qilmasdan ziyan yetkazib turgan bo'lsak, bu darar bo'ldi. Biz maqsad qilib ziyan yetkazgan bo'lsak, bu dirar bo'ldi. Endi hadisning mazmuni nima degan chaqda? La darara va la dirar. O'zingizga ziyon yetkazishma yo'q, boshqalarga ziyon yetkazishmi-chu bo'lmaydi. Ya'ni o'ziga ziyon yetkazishmi yo'q, boshqalarga ziyon yetkazishmi yo'q. Bu bizning dinimizdagi bir qoida. Ya'ni ham tarkib qo'ysak, taxmin chiqadi buning ma'nosi. Masalan, bu desam hamga tarkib qo'yamiz, nəhayət az o'g'a chiqa. La darara, la nafining lasi. Ya'ni tubdan yo'q chiqaruvchi la. Buning ismisi nimaga mabni bo'ldi? Zibarga mabni bo'ldi. Shunga la darara. Xabarchu la darara lak. O'zingizga ziyon yetkazish yo'q. Va la dirar. Demak, buningda xabar qana qilingan, tashlangan, taqdir qilinadi. La dirara baynan nas. Ya'ni kishilarning o'rtasida ziyon yetkazish yo'q. Masalan, bu qanday dalil qilinadi deganda, masalan, tamaki chekishni biz harom deymiz. Nimishqa buningda ikki xil ziyon bor. O'zigimiz ziyon yetkazadi, istaklar orqali boshqalarga ziyon yetkazadi. La darar va la dirar. Ikki xil bizning dinimizda qana qilingan, cheklangan. Bir odam bu nima ishim mening deb qilingan bo'lmaydi. Cho'qim o'ziga ziyon yetkazmaslik kerak, ham boshqalarga ziyon yetkazmaslik kerak. Endi bizning ikkinchi qatim o'qiydigan hadisimiz bugungi al-hadithu thalith wal 33 hadis. An ibn Abbas radiyallohu anhuma anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qala: "Law yu'ta an-nasu bi da'wahum ladda'a rijalu amwala qaumin wa dima'ahum, lakinna al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yamina 'ala man ankara." İbn Abbas radiyallohu anhumadan cazman Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi: "Law yu'tan nasu navada mubada kişiler birilsi kişilerge ulanınki davası tüpeyle bir narsani davo qilib kelganlik tüpeyle uningga degan narsa birilsa ladda'a rijalun albatta davo qilgan bo'ldi bir bo'lak kishilar bir kishilarningki mollarini va qollarini davo qilib kelgan bo'ldi. Demak, kim nimani davo qilib kelsa, paloni melim bor, paloni meni o'ltiryapti, buning tuqqanlarini o'ltiryapti deb davo qilib kelsa, deganda bag o'ltirsak, bir bo'lak kishilar bir qavmningki mollarini, qollarini qanday qildi davo qildi. Unda o'zi qanday qilamiz? Lakinnal bayyinata 'alal mudda'i. Lekin da'vo qiluvchiga hujjat lozim, isbot lozim. Val yamin 'ala man ankar. İnkar qiluvchiga qasam ketadi. Qasam ketadi. Masalan, bir odam palonda bilan pulim bor deb kelsa, hujjatingiz bormi deymiz. Yo'q, hujjatim yo'q, lekin pulim bor desa, odamdan kelib, "Ma sizda pulim bor" dedi. "Pulim bormi?" desa, "Yo'q" desa, "Qasam qilib beramiz" deymiz. Qasam qilib bersa, tugaydi o'sha ish. Aytganda isbot olmaydi. Ammo isbot bo'lgan vaqtda shu isbotni qaraydigan gap. Isbot bo'lmagan vaqtda da'vo qilinuvchi qutulish uchun qasam qilib bersa bo'ladi. Endi bizning bu hadisni tarkib qo'ydigan yerimiz law yu'tan nasu bi da'wahum ladda'a rijal amwala qaumin wa dima'ahum. Law harfi shart. Buni harfi imtina deb atsaqmi bo'ladi. Harf shart, lekin bu sukun qilmaydi fe'lni. Yu'ta fi'l mudari peshi qildi. Qani peshning alomati taqdiran deymiz. Nima ish bu? Naqs bil bo'lganlik uchun an-nasu yu'taning fa'ili bi da'wahumdagi ba harfi jar. An-nasu fi'l mudari majhul au an-nasu fi'l mudari majhulning naib fa'ili, fa'il emas. Bi da'wahumdagi ba harfi jar. Da'wa
ism majrur, shundaqla da'va mudof, humchu mudofun ilayh zillikning o'rnida mabni deymiz. Ladda'a, bu ladda'a lam javob shartning boshqa ergashib keladigan lam. Ladda'a degan bu javob shart bo'ldi. İdda'a fi'l mazi mabni zurga mabni. Rijalun idda'a degan fi'lning fa'ili amwala maf'ulun bihsi. İdda'aning nimasi? Maf'ulun bihsi zurlik o'qildi shu maf'ul bo'lganlik uchun. Shundaqla u muzaf qavmin muzafun ilayh. Dima'hum shunga o'xshash. Ya'ni dima maf'ulun bih atb qilinadi va bilan. Shundaqla muzaf humchu muzafun ilayh. Endi sizlarga beriladigan topshiriq buningda. Lakin al-bayyinata 'ala al-mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Sizlar bu mazmunga tarkib qo'ysizlar. Bu sizlarga topshiriq. Unda bo'lsa vaqtdoshlar, bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم